O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Barcha o'zbekistonliklarga 1-apreldan ajoyib xushxabar, Prezident farmoni. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan ayrim oilalarga subsidiyalar ajratiladi. Prezident farmoniga ko'ra, 2025-yilning 1-aprelidan boshlab yoshlar jamg'armalari orqali, 2025-yilning 1-sentyabridan esa ayollar daftari jamg'armalari orqali to'lanadigan bir martalik moddiy yordam o'rniga kam ta'minlangan oilalar uchun nazarda tutilgan nafaqalar to'lanadi. 2025-yil 1-maydan ijtimoiy daftarlar jamg'armalari hisobidan davolash va jarrohlik o'tkazish xarajatlari davlat tibbiy sug'urtasi orqali moliyalashtirib beriladi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.